Sizlar bilan kursga ruscha ilovasida kursga yozilishni ko'rib o'tamiz. Men videodan oldin Bobur Sattorov va qaniydi bu pastroqda Muhammadali Abdurahmonov kursiga pozitsion fikrlashni boshlang. Bobur Sattorov kursiga yozib qo'yganman kerak. Buning uchun o'zingizga kerak kurs tanlaysiz va kursga yozilish chiqadi. Buni bosasiz. Menga u kurs kerak emas. Shuning uchun bosganim yo'q. Va bosasiz. Bosganingizdan keyin siz to'lov ro'yxatdan o'tgan bo'lishingiz kerak. To'lov ro'yxatdan o'tish uchun birinchi mamlakat O'zbekiston, keyin ikkinchi viloyat Andijon viloyatini o'zingiz viloyatingizni tanlaysiz va tumanni tanlaysiz. Undan keyin mahallangizni va oxirida maktabingizni va keyin pastda va hozir ko'rsatib o'taman. Mana bu joyda yozuv chiqadi. Mana bunga o'xshash va shuni bosasiz. Bunga bosganingizdan keyin avtomatik kursga yozilasiz va borting qanday kuchli kuchsizini bilish mumkin. Buning uchun mana bu yerda ko'rsatadi. 400. Buning kuchi 400 ga teng. Va bunisiga 500 ekan, buniki 700 ga teng ekan, buniki 800 ga, 900 ga, 1000 ga. Sizga osonrog'i. Bu yerda mana 200, kuchi 200 ekan, buniki 450, buniki 650, buniki 750. Bu yerda esa mashhur youtuberlar ham bor. Teacher Azam va hamma taniydigan Isom TV. Shunga o'xshash va hokazo. Va tayda esa eng qiyinlari. Va bu yerda hozir Bobur Sattorov buning kursi ham bor. Hozir mana ko'rsataman. Mana bu yerda buning kursiga yozib qo'yganman, Bobur Sattorov. Va do'stlar, shu bilan video tugadi. Iltimos kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bizni maqsadimiz 10 ta obunachi bo'lish va 10 ta like yig'ish. Va obuna bo'lishni unutmang.